Mana yangi qaytdi yo'q bir anaqalar chiqyapti. Anvar hozir yo'qib ketdi. Mashinaning kreditini o'zi ish bilan oladi. Bu yog'iga ham shunaqa bo'ladi. Bu pulga biznesmenlar qachon 100 ta odamdan bittasi qilishi mumkin. Qanday? Rostdan fanat bo'lib, qiynalganini ko'rib turib, addi shu Xudodan qo'rqadigan odam sal yordam qilishi mumkin. Qolgani hammasi taniladi, nomini ko'taradi-da, shu bilan yo'q, haydaydi, qo'ylarini haydab ketadi. Sizlar qolaverasizlar yana. Kattakon rahmat akamga, mana ke shunday mashina qilib berdilar. Men o'zi orzu qo'yardim. Qora Gentrani. Xudoga shukr akam keldim. Akam aytdilar, "Qaysi mashina yo'qdi?" dedilar. Mana shu Gentra yo'qdi, mana devdim akam bo'ldi. Mana shuni bosh to'lovini qilib beraman. Agar shu boyda yutsang, qolgan to'lovini ham o'zim qilib beraman dedi. Inshaalloh mana men mashinani oldim. Endi nasib asta podgotovkaga borib, Alloh nasib qilsa, akam yana bitta chiroyli g'alaba qilib, akam yonimda bo'ladi inshaalloh. Inshaalloh yoningizda bo'ladi. Aka, короче, mana shunaqa tema men bilmaganman. Qo'l qo'yaverganmiz, короче, aka boshlang'ich to'lovini ham to'lamagan ekan. Oyiga 8,5 million kredit to'lab yuribman deb qoldi. Uchrashib olaylikda, gaplashib olaylikda, men bir ko'rsatadigan narsalarni ko'rsatayda, bir uyalib qolinglarda. Bitta uzr aka, noto'g'ri qilibmiz deb turib bitta video qilib qo'yinglar. Ular o'g'il bola gapirdimi, gapiga javob berish kerak. Shuning uchun men agar kimgadir va'da bergan bo'lsam, ustidan chiqmagan bo'lsam, davay menga bitta keltirib beringlar, men uzr so'rab chiqay. Agar menga keltirib bera olmasalaring, uzr so'rab chiqasizlar. Bo'ladimi?